Assalomu alaykum hammaga. Siz My Film News kanalidasiz. Videoda sizlar bilan Hayvonlar shahri 2 multfilmning davomi Hayvonlar shahri 3 chiqadimi yo'qmi, bunga belgilar va 3-qism syujet haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar chunki qiziqarli bo'ladi. Qani unda boshladik. Videoni boshidan bitta gapni aytib qo'yaman. Multfilmning ikkala qismini ham o'zbek tilida yuqori sifatda kino kanalimdan ko'rsanglar bo'ladi. Silkasi esa описаниеda. Davom etamiz. Chilani kuydirib kutirmasdan hozirdan aytib qo'yaman. 3-qism qushlar haqida bo'ladi. Multfilmning 1 va 2-qismida qushlarni ko'rdinglarmi? Yo'q. Demak, ular bilan ham ilonlarga o'xshash qanaqadir hodisa yuz bergan yoki ularning uyi tepada, xuddi hayvonlar shahridek. Hayvonlar shahri suvli, qorli, botqoqlik, issiq va yana har xil ob-havolarga bo'lingan. Balkim tepada ham qushlarning shunday zonasi bordir, katta, issiqda va agar men tepada aytganimdek bo'lmasa, unda qushlar uchib ketishgan va yerning boshqa burchagida yashashadi. Taxminlar juda ko'p, shu uchun Disneyning yangiliklarini kutamiz. Mana bu personajga kelsak, buni kimligini bilish qiyin, lekin aniq yirtqich yoki kuchli hayvon, chunki uning qarashidan Nick, Judy va Elon Garri qo'rqib ketishyapti. Bilasizlar, rus va ingliz tilida kontent qiladigan youtuberlar ko'p. Ularning gapiga qaraganda, bu personaj odam ekan. Tasavvur qilsizlarmi, hayvonlar shahriga odamlar keladi, lekin shu joyda rejissyorning gapi bor. Rejissyor bu multfilmdagi personajlar odamlar o'rnida bo'ladi degan. Bu gapi bilan multfilmda odamlar bo'lmaydi degan. Lekin unda bu kim? Balkim Nick va Judydan qasos olish uchun Elon Garri Lindseylarni qamoqqa olinishiga sabab bo'lgani uchun ular qotil sirosini yuborishgandir. Taxminlar esa juda ko'p va sirda savol tug'ilgan aniq. Nega bu bola 3-qism qushlar haqida bo'ladi deyapti? Qattan biladi. Birinchidan, 2-qismga belgi qoldirildi, ya'ni titrlardan keyingi sahna. Unda bizga qushning patini ko'rsatishdi. Hayvonlar shahrida qushlar bo'lmasa, pat qattan. Bu savolga 3-qismda javob topamiz. Ikkinchidan esa insiderlar va norasmiy xabarlar. Insiderlarning gapiga qaraganda ham 3-qism qushlar haqida bo'ladi. Ko'pincha insiderlarning gapi to'g'ri chiqadi. Shunday ekan, 3-qismda kutinglar. Aniq 1 va 2-qismdan yaxshiroq bo'ladi. 2-qism esa rekordlarni qo'yib soqqani ishlashda davom etdi. 2-qism $150 million budjeti bilan hozirgacha kassa yig'imi $1 milliard yetdi. Bu ketish bo'ladigan bo'lsa multfilm bemalol $1,5 milliard, $2 milliard pul topa oladi. Lekin bitta gap, bu gapimni 2-qismda tahlil videosida ham aytgandim. 2-qism 1-qismdan zo'r emas. Syujet jihatdan ham 1-qism baribir boshqacha va syujeti kuchliroq edi. 2017-yilda ham multfilm syujeti uchun Oscarni olgan. Bo'lmasam o'sha yili Kung Fu Panda 3, Muzlik davri, Hayvonlarning sirli hayoti kabi zo'r multfilmlar chiqqan edi. Xullas, agar 3-qism syujeti, ssenariysi, o'zi ustida yaxshi ishlasa, 3-qism ikkala qismdan ham yaxshiroq bo'ladi. Kino yangilarini qatdan kuzatib boshla bilasizlar. Kanal silkasi esa описаниеda. Bilasizlar, hozir dizaynersiz ish bitmaydi. Shunga sizlarga o'zimni dizaynerni tavsiya qilmoqchiman. Muhammadullohni. Agar dizaynerga ish tushsa va yaxshi dizayner kerak bo'lsa, bemalol Muhammadullohga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ichkalarini описаниеda qoldiraman. Bugungi videoda sizlar bilan Hayvonlar shahri 3 multfilmi haqida gaplashdik va video haqida va multfilm haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Oxirgacha ko'rganlar uchun esa rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman, shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha